Qur'onni o'qib o'rganishga qiynaladigan kishilarga bir xushxabar bor. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Ko'pchiligimiz bilamizki, Ramazon Qur'on oyi. Nimaga? Chunki Qur'on Ramazonda nozil bo'lgan. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham har yili Ramazonda Jibril alayhisalom bilan birgalikda Qur'onni takrorlab chiqardilar. Shuning uchun ham salaf solihlar, ulamolar Ramazonda ko'p Qur'on bilan mashg'ul bo'lishgan. Albatta Qur'onni o'qishda, ma'nolarini tushunishda va unga amal qilishda peshqadam bo'lganlar. Allohning cheksiz fazli marhamatiga erishgan insonlardir. Ular hadisda kelganidek farishtalarning qatorida bo'ladilar. Qur'onni o'qishga qiynaladiganlarchi? Mana hozir Ramazon oyi. Ko'pchilik musulmonlar vaqtlarini Qur'on bilan o'tkazishga harakat qilyaptilar. Alhamdulillah, bu yaxshi. Ammo Qur'onni o'qishga qiynaladiganlar nima qilishlari kerak? Ular qiynalsalar ham Qur'onni o'qib o'rganishda to'xtamasliklari kerak. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Qur'on o'qishga qiynalib, takrorlab o'qiydigan kishiga ikkita savob bor. Ya'ni bitta savob Qur'onni o'qiganligiga bo'lsa, ikkinchi savob qiynalib o'qiganligi uchun. Qur'onni o'qib o'rganishga qiynalayotgan bo'lsangiz ham harakat qilavering. Inshaalloh boshqalar bitta savob olsalar, siz ikkita savob olasiz.